Diqqat, xushxabar. Xalq kutgan yangilik e'lon qilindi. Endi oylik 20% ga oshiriladi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, prezidentning tegishli farmoni bilan maktab direktorlari va ularning o'rinbosarlari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining ish haqqi miqdori oshirilmoqda. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktori lavozimining bazaviy tarif stavkasi 20% ga, o'rinbosar lavozimining bazaviy tarif stavkalari 15% ga oshiriladi. Bog'chalar direktorlari lavozimining bazaviy tarif stavkalari 3 va 4 guruhdagi umumiy o'rta ta'lim tashkiloti direktori o'rinbosari lavozimining bazaviy tarif stavkalariga tenglashtiriladi, deyiladi ma'lumotda.